Sevimli dostlar, ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdorligidagi Ailem programmasi. Programmamizni Şinjan Tilraba Madaniyat Taqitish Çeklik Şirketi Chumuni ballar mahsulotlari, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi, Şinjan Unum Madaniyat Taqitish Çeklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar Mablag' Selish Çeklik Şirketi alayda qo'llagan. Lezzet Mısran kıyızları. Programımız arqılıq ana shu milyonlagan oilalarning umidi bo'lgan balalarimizning qalb tevishiga haqiqiy quloq solish, ularni to'g'ri yetaklashni maqsad qilsak, yana jamiyatimizning har soha, har kasbidagi ilg'or ididagi ota-onalar bilan birlikda ularning farzand tarbiyalash yo'lidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solamiz. Programmamizga yana psixikalik yetaklash berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazidan Muborak muallimni alay taklif qildik. Qarshi olamiz muallim. Unda bo'lsa, bugungi programmamizda biz qaysi suyimli oila bilan tanishimiz, birlikda ko'rib boqaylik. Weyding Game Tap usuli klubining qurg'uvchisi, xalqaro va mamlakatlik ko'p qitimliq tapni usul chempioni, Jungo Tap usulining avangardi, Dunyo Irlandiya Veda Tap usuli jamiyatining a'zosi Yusuf Chanqiyev va uning umoq farzandi Zilola Yusuf. 害怕了可能。哎，小孩子很喜欢我的，我来，过来，亲一下，亲一下。张开，快听到。Kulağını bağma. Yok. Bağ. Ay ba. Az başı. Ne? Tak 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 dum tak tak dum tak tak dum tak tak dum tak dum tak dum dum tak dum. Geleceğim. In bozak kılsın. Aydınlaş duralmay vatkallıkımdı mekin tan. Aydınlık tan. Bakacağız. Dikensen gidiyor. Ben okum seni. Su oyna. Sevimli görürmenler, mana bugün biz ailem programımızdan tunç mehmanini, sevimlik bizniki aile azalarımızını seklimiz teklif oldu. Ondan olsa bir kısıkça tanışmak olduk. Yaxşımısızlar dostlar, ben Tungur Rödim Game Tap Usul Klubu'nun qurg'uvchisi Yusufcan. Bu yoq mening qizim Zilola. Zilola, qarshi olamiz. Hoş buldunuz bağmıyım? Hoş buldunuz da. Zilola 8 yaşlıklarda yaşadaqdı. Ben bu Zilolani Yusufcanın doyunsida mı bachchiq ko'rgan bo'lishi mumkin, tomoshabin do'stlar. Men shu doyindagi ko'rinishini ko'rib, bek havas qilgancha shunda xush bo'lib ketdim. Chunki nurg'unlar vallahi bo'pmi qizlar. Dodlar bilan unda yaqin o'ynab, eng yaqin arliqda. Qizqarliq o'yinlarni qilib, bir-birini qo'rqitadigan o'yinlarni qilib, bunday o'ynayolmaydi nurg'un oilalarda. Joylarda dadlar, noyt, surlik, qapoqtirlik, opalam, dadamlarga achchiq qapti. Jibto'dak esib turgan ekan. Qizlar asta-asta menib, mundaq bir holatni chiqib ko'rganda o'pchorimizda. Menmu sizlarga o'xshashlar dadam bilan bek yaxshi o'ynay oldim-chi. Shunga balkim sal erkirak bo'lishim mumkin deb o'ylayman. Sizlarga hech qisdan kelib o'yladi. Bir yo'g'on itlib keldi-kanda, ish quchoqlab, O'yin qilib. Ko'rishni ko'rib, baq qo'sh bo'lgandim. Shuni sizlar o'zinglar baq
Unda tatayılçı da dep durup tatkan mı? Ya tuyuksuz tatkanlaşta peysi kaldı. Tatkan vaqtida. Tatkan vaqtida. Bu ko'rinish Deyasiz. hammasi ilqi ba'zida ko'rinishlar bor o'yinda. Hamda ilqi bu ikkimiz hamda bu lolaning bir nimasi ham desal ilqi yurki cho'ng raqamda. Buni ham ilqi kichkina men bilan men doimlatni bak yaxshi ko'raman. O'yin ish bor. Masalan, bilik bekishni yaxshi ko'raman. Masalan, shogird bor. Ananiki ilqi shiyma. Masalan, deyuning. Ballar masalan onu tutish emas ko'z. Analarınca ben korkup gitmedim. Lekin o küçük vaqt, bek küçük vaqtlardan da apam qarab berganlar bo'ldi. Bu chaqda bir xilnim. Keyin men o'zim endi uzunda turgan ekan bu. Hamletda hamma bolaga shuncha çok qilgandan keyin bu narsalar qo'rqmaydigan bo'ldi. Biz ham o'ylilikqa ko'rinishlarni tatmiz, ba'zi ko'rinishlarni men buni qo'rqitib etgan ko'rinishlar bormiz ko'p. Bizam yaxshi ko'ramiz, o'z-o'zi yaxshi uyda o'tirib ishimiz. Qilimiz ham ba'zi ko'rinishlarni hamda ishlardan tatib qilimiz. Endi uyon qilib qo'yamiz kelar. Bu meni qo'rqitayotgan, bu men qilayotgan o'z-o'zim shu bekchak amaliyotlar, lekin doim deydi, sen tatamni demak, o'z qo'rqitib bo'ldi meni. Bu o'yining ichida bir xil, buni bir tuyguning suvada. Da qarsam mavid o'ynayotgan bo'lsam, men mavid birdan qanday kelib qolganim Bo'lmaydi va. Bola debsam mening bir küçükten desem öz külküsü kokyadım ay tatam otman deb. Bunisi balashda qo'rqitib o'ynashni bek yaxshi ko'rdi. Men ona bir başladım. Çok ko'p o'xshash bir yerga müküp herkini qo'rqitgan bo'lsa-mu, yana shu yerga müküp yana qo'rqitdi. Ang o'yim men o'xshash qo'rqitdim benda. Men ona chirgim ajizmi yo men bek qo'rqitman. Shu bu qizlarninki shu dadisi hamma gaplarini deyalaydigan, ang yaqin oraliqda haqiqiy do'stlik o'talaydigan bo'lishi bek muhim ekanda. Ma gap bek to'g'ri dedingiz. Qiz bilan asli dadisi yaqin bo'lish kerak-ku. Lekin nurg'ulg'an oilada qanday kelsangiz, bayib siz bir gapni bek to'g'ri dedingiz. Aplacho, bolalarni boshqarolmay qolsa, kuchi yetmay qolsa, dadam kesib deb qo'ymanjimi? Dadam bilib qolsinjimi? Bunda deydi, bu qarmoqqa o'zim kuchim yetmadi. Shunlashqa seni yig'ishtirgan odam bor deb, u vazifadan o'zidan yeniklik izlayotdi. Lekin bu balaga nima berdi degan chaqda kichigidan tortib sening opang, men opang, sening dadangdan ojiz o'rinda turman. Mening sana kuchim yetmaydi. Dadang nochi deb araylik barobarlikni kichigidan singdirib etganini ota-onalar o'z bilmaydi-ku. Shunga undaq qilmay, agar ashu narsa qo'yvasa, bular nima deb o'ylaydi degan chaqda bir uydan bir odamdan tab tatqini yaxshi debchu, qiz bilan dadining o'rtasiga bir ko'rinmas pardani qo'yib yetadi. Agar bu ko'rinmas parda bo'lsa, mayli qilirab tam bo'lib ketgan chaqda qiz bola dadisining sevgisiga qonmaydi. Ba'zida bu hamda yenjong bo'lib ketganda qo'rqadigan bo'lib qoldi-ku. Obek qo'rqinchli. Masalan, men ashtaqcha burun. Dadam kes deyman. Chiqib bo'lgan bizning hozir ham bolalar shingles bor. Bak aqlli bo'lar. Anankin cho'ji janru malqi psixik ojiz ondan. Qovjishang ilqi bir xil bolalar, lekin shingishang tabiiy. Shuning qilqi daq qo'ydi. Bizning uchoqda yo'qda. Dadam deyman. Babay madab taras to'g'ri. Isla bir ishlar qo'q. Lekin uni yo'l bo'ldi ekanda, lekin qo'rqib ketgan. Men hozirgacha men kichigimdan amras gapaman. Kichigimdan tortib men o'zim dadam bilan masalan top ko'rib o'tiraman. Jim. Qaysi tudim ala? dedi. Ma'ruf tudasan. Men oq kiyim kiygandama. Başında. Yesu. Dedi. Yusufcanın mayli kichigidan kichik vaqtidagi obrazimiz var. Biz taqdim etganimiz shu chaqda kichik bola cho'lpon hamda balang dodus kichik vaqtda bekshaytdi qara tanishingmi cho'lpon bola cho'lpon. Meni olmaq sen deb turib oldi. Endi qara saydikanma. Uyda qanday? Uyda turgandek qilolmay tabiiyat. Siz deb bera uyda qanday qildingiz? Uyda o'xshamamda hozir qoldim. Yo'q. Undan yaxshi.
Bek yaxshi. Arkadaşlar hatta sırttan da yensu bolsun, öyle siz oynadığınızda oynadınız yaxshi. Sen küçük bolluğu sen küçük bolluğu da kıyımda çoğun adam. Emnette sırtta ondaq emmeden ondaq qilib yursam. Bu meni yazam. Siz oynadınızda bo'lganda siz qo'rqib, bugun dadam qo'sholmidi, bugun dadam qo'rqmidi. Lekin ketav bugunda yurgan yil 2 yil bo'ldi. Uni odamni kichik vaqtida olib borgan bo'laman. Opirib hamda o'ynamsa addash yaxshi o'ynamdik. Mening hali tapsul mumkinligi vallahi bu bek chung bek hozirgacha. An ko'rib degan boshda o'ynab o'yin kep ketdi. Oyoq opirma kirgin olmaylarında oynaydigan yaxshi edi boshda. Ko'rib endi hozirroq nima qilsam. Keyindan bu vaqtdan o'chib 6 yoshga kirdi, bu 8 kirdi, 2 yil bo'ldi. Bu qarsam bu qat'iy bundaq bir o'zligini o'rgandigan ish yo'q. Lekin bu klubga oldi bundaq emas. Klub kirdim men buni tunmayman. Yo'nman buni tunmaydi. Ko'raman mening shogirdim dars o'tdi bunga. Deyman boshqa hani ama bilganki buni qilib psixikasini bu yanchiroq, sho'qroq so'ramaydi bo'lsin dars o'tdi. Endi kadamga chiqchaq bo'laydi. Ha? Qilalaydi lekin erkinroq, sho'qroq. Mening tipanimda bor. Yo'q, bu maktabda boshda, maktabda soatlar bor-ku. Raqamlar Buziltalarlik ko'rdim balam. Lekin yugurishni yaxshi ko'rdim, san harakatni yaxshi ko'rdim. Lekin rosa shunday gap. Masalan, sizlar bilan biz baya birinchi qatim ko'rishdik-a. Ishdan kiriblam, voy yaxshimi, ismozimi, ham sizlar deb ishkalangan. Vaqt jijon qilish uchun ashtadan qarablam biz qaraymizda balaga ma'o'ylaqi balam ismozimi deb kelib bo'lgan chiqib bor. Appa sen deb bera, so'rayotdi deb sizlar unda emas-ku. Kiriblam so'rdim-ku. Ismozimi balam deb bizning tunji ko'rishimizda Nayda uçuq yo'ru qaldı, men bilan paranglashdi, salamlashdi. Mashinadanlar heliqining foydasi bor shu. Ilaqi kichik vaqtida masalan har xil hayvonlarni o'yib boqadiganlarmizmi? Endi biz sizmi bilsiz, ilaq bolalarni biz ekspedit tansoja deymiz shunday o dunyoni qazudu deb. Nurg'unlagan atalar balamning qo'lini tishlayapmisin. Balam yiqilib tushsa yarab qolmasin. Men uni ilaqi nima yog'ning ichidagi bo'rakdek avaylab Muşnaq çoğun qilishim kerak, ko'z qarchug'imni asragandek asrashim kerak deydi. Endi bu vaqt asta-asta qanday bo'ldi? Dadning kelib etib oldigan, yuraklik birsin oldiga bormaydigan, hatto yangiliklarni qezib baqish iqtidoridan, ma bir tabiiy iqtidorchu, iqtidordan mahrum qoldi. Lekin bayqadak balam yomg'ir yig'ibdi, teshik chiqib, ikkilimiz yomg'irda cho'mib baqamdi. Qar yig'ibdi, bir-birimizga toza qarni etishib baqamdik. Munda bir mushuk paka, ishtipaka biqib baqamdik degankin Balla tabiatni tushunish orqali tabiatdan bekchiq narsa o'rgandi. Ma'lumotda meni pek ta'sirlantirdi. Atalar bekchiq so'zlab berib. Biz mana shunday qilma. Masalan, men o'zimda balla programmasida uzun ishlagan ishkim u, ya men o'zimni pek ballarni yaxshi ko'raman. Men ishki balam shunday qildim, iliqi. Qushlarni beqib bersam, ikkisi 1 yosh, 2 yosh, 1 yoshli farq qildi. Uzun bir iliqi nimadan yog' ichida chiqarib, qapazni buni qilib ketishgacha o'g'lim. Öydə elə qılıb uçurub oynaydı. Qapazı axır kelgəndə elə 2 şatdı. Bunda öyдің çırığı da uçub çıraq çıxıb, çıraq dırlığışıb turduğan bolğan. Ən axır kelgəndə biz bunu qapazga solub olmaylıçı deyə derisini içi uçurub atdıq da əmdi. Demək aslında bolğanda çünki biz burun əmdə təbiət dili jürətdik. Hazırki balalarning təbiətdə yürüş fürsətinə aid az. Əsasən öydə elektronik oyunçuq Her xil televizor degan narsalar bilan bu vaqtda yoki bu infrastruktura o'yinchilar bilan ham o'tadi kuni. Ham bularni sirtda laylarni mijib baqsa, ko'mirlarni surib baqsa, pataqlarni yugurib baqsa, eg'nab baqsa, u amaliyot mehnat o'tkazsa juyvatsaklar bo'ladi. Burunqidek bunda jumaymiz. Biz ilaqi psixikadan maslahat beradigan o'rin bo'lgandan keyin nurg'unlagan atalar qanday keldi desangiz, ma'lum. Mening balam telefon xumar bo'lib qoldi. Mening balam iPad o'ynaydi, mening balam tor o'yinini o'ynaydi. Mushunga bir ikki qiz gap qilib qo'ysangiz, bir kun kısfos besivasiz, gapingizni anglab chiqsalam, kitob bak chiqsa. Amaliyot uni kim keltirib chiqargan baysiz degan masalalar shu. Iliqi o'yining ichida tabiatga qo'yib bermadi balni, tabiatdan huzurlanamadi. Unda bu uyda bir yangilik qarash kerak-ku. Buningdan bir dopamin ajrib chiqish kerak-ku, xo'shallik tepish kerak-ku. Nimadan topadi? Telefondan tapıdı. Telefon şunday tez. Doyingni bizmi masalan atalar 15 minut doying ko'ray deb bir o'tirib 1 soat qilyapmiz. Cho'chib qo'ygan kitimiz birdamda 1 soat bo'lib ketdimi deb. Bizga qanday bo'lsa bolalarni shundoq. Men shu atalarga aytayman, telefondan voz kechtirish uchun
telefondek huzur ata qila oladigan bir narsani almashtirib berish kerak deymiz. Unimi naqash tabiat, dadı bilan bo'lgan o'yin, oila o'yini mundaq narsa tushunmadingmi? Bu ballarni yurakli qilgan, qo'rqmas qilgan. Ha, shu bek. Qizlarga nisbatan oy yurki butun turdigan va dadam ba'u deydigan bir hissiyat pek muhim ekan-ku. Shuni paydo qildigini dal shu dadı bilan qizning o'ttirsidagi kundalik turmushdagi kichik hozirmi siz diqqat qildingizmi? Biz parang qilyapmiz. Biz demak sen bunda tatımsan buldu uyongdaklam İstanbul'a yurdu degan narsani bildirmoqchida bolaga shunday erkin. Demak, mushundaq kichik narsa amaliyot turmushdagi pek kichik halqalar, lekin u bolaga bir umr ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya, men cho'ng bo'ldi emasmi bular? Shu bay deganda qilib qo'ymagan sira. U neliqi 5 yosh qilgan vaqtliqi qilgan ishni qilib qo'ymay uni neliqi biz juying deganda. Shu bu vaqt qo'yib olgan. Ama mening neliqi klubimda mana bay degandek ashtaq bolalar bor. Masalan, eng kichik 4,5 yoshlik bolalar. 4,5 yoshlik bolalar bugun alamda yo'q, bu o'yliqima ko'rish, ashundan jechu qilish bir mezgil bo'ldi. Uni kiriblam o'rganib ketadigan nima emas-ku. Kirib masalan ba'zi 4,5 yoshlik bolalar bor degan o'z qiptikar, oyoqlarini tizishlari. Ashunga uyda cho'qqi masha ba'zi otalar deydigan. Bak kiyimlarini qoplab, sumkalarga tiqib bir narsa ketmaydi bolaninki. Qipaqudi ekancha qarab turibmiz. Yana ba'zi bolalar 11 yosh, 10 yosh. To'g'ri, o'zbek. Ma'lum orzuqda u bir yig'i chiqdi. Bu chiqmadi bu desak. Yo'q, siz bir bu Ashni degan vaqtida saqlab turib bu shu o'zi bir qilib baqqan ekan. Shuni o'zini kichigini tatib qilsa, u cho'qim 6 yoshga chiqib bo'ldi u ishlarni. Ba'zida shu ba'zi to'lar qilib qo'ymay, keyin cho'ng'an hech nima qilmaydigan bo'lib qoldi ekan. Baya Dilrababek bir gapni to'g'ri dedingiz, deb kallam yurib ketdi. Masalan, dadingiz dada, masalan sizning dadingiz bilan bo'lgan munosabatingiz pek yaxshi ekan. Shunlashqa dadingizni siz o'zimning bir kavshansi. Dadam tag'dek dadam bor. Hech nimadan qo'rqmayman. Agar sirtda bir ish bo'lib qolsa, masalan, bu kutilmagan, meni eng oxirida qo'g'daydigan dadam bor deydigan yuksak bir ishonch bor ekan. Pek yaxshi. Shu anda dadingizning kichik vaqtida siz bilan unumli hamroh bo'lish deymiz biz. Paranglashish, o'ynash orqali shakllangan. Yusufjon shunday qizg'ashida. Nurg'ulg'an otalar qanday bo'ldi degan chog'da dada men uyda dadiliq bir salaytimni turib olma, qetib olma, bola mendan tapta so'niraqi. Shah ata deganga o'xshashchu. Balam farzandlarim deganga o'xshaydi qetib olgan keyin ular qanday o'ylaydi degan chog'da meni albatta bo'lmoqcha uning xatoliklari bor. Ular sirtdan azar yeydi. Bu ishlarni ular uyga qaytib kelib asli birinchi deydigan narsa ishonchlik bo'lgan ota-ona bo'lish kerak-ku. Lekin dadam bunda qaytib olgan keyin ular buni desam dadam meni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Dadam mendan umidsizlanib qoldi. Yoki eng qamlashmagani sirtdan tayoq yeb bo'zak bo'lib dadam kelsa, "Ey bo'zak bo'ldingmi?" deb uyda texmidi, cho'nchidal chiqdi deb ma'nosi buzilib ketdi ekan. Bu bek odamni ichindirdi. Asli dada boysiz degandek shu. Teshik chiqib, dunyoni kezgin, huzurlangan kaynonda manba balam bo'lish kerak. Bular bek yaxshi qildi deb suyundim. Anan keyin biz hozir ma davrning taraqqiyotini boshdan kechiryapmiz emasmi? Men ishda o'yladim. Nurg'un odamlar yana o'ylayotganda, bizningki kichik vaqtimizda shundaydi. Birisidan qo'rqmasa buni qanday boshqarg'ili bo'ldi, adab bag'il olmaydi deb. Bizning davatqinimiz u nima desa emas, aviam degandakiligi. Yo'g'on gigant bu vaqt degandek. Nima desa ma'qul emas, lekin uning to'g'ri xatosiga to'g'ri xatoni ayirib bera oladigan, yo'l ko'rsatib bera oladigan bir maslahatchi, yaxshi bir fikrlasha oladigan do'st bo'lish kerak deb o'ylaydi ekanman. Lekin nurg'un qizlar ashtada aytdim, men dadam bilan bir mudda quchoqlabmi baxmagan dadam meni. Dadamning bir meni seni yaxshi ko'rmadigimni anglab baxmagan deydiganlar bor-da, hamda erlar aldirab bu gaplarni eg'izdan chiqarmagan yaxshi ko'rmani demaydi. Ha, demagan ekan. Lekin men o'ylayman, hamda u vaqtlardagi qaraganda hozir bolalarningki har xil to'g'rilar orqali tashqi dunyo bilan uchrashish fursatini ko'p. Sirt bilan uchrashish, tashqi dunyoni bilish fursatini ko'p. Shuning uchun biz uningga eng ishonchlik, eng yaqin adamning biz ekanligimizni har vaqt eslatib turishimiz kerak deb o'ylayman. Sizlarmi Değil. Demda. Jih demda arla tug'ilgan kunlaringizda deb qo'yamiz.
Yo'q deyil. Siz demsiz, dadam men seni yaxshi ko'rmadim. Men deymi? Sizlar bir hafta aytgansizda shuni qaraganda, dadangiz jiqda aytganda sizda. Eliq farzand tarbiyasida biz hamda biz deymiz jahondagi eng murakkab narsa bola tarbiyalash. Chunki shu yo'q. Qo'llanma yo'q. Unda bo'lganki, ota-onalar hamda birinchi qatim ota-ona bo'lganda tamtirab, o'zing burunqi ota-onasidan olgan tarbiyani nusxalab qo'ydigan ahvol bor ekan-ku. Siz degandek bizning davrimizda men ashna dadamdan qo'rqib cho'ng bo'lgan. Men minchilik yaxshi kunga keldim. Men asli agar hozirgi ahvoli o'ziniki orzusidek bo'lmasa, dadamdan texmi qo'rqib etgan bo'lsam, buningdanmi yaxshi kun erisha oldim. Unda bo'lsa, balamning meningdanmi yaxshi kun erishish uchun balam men dadamdan qo'rqqandimmi bekra qo'rqish kerak. Men butunlay xato logika uchun lekin sizlarda unday ahvol yo'q-ku. Amniyat bular bizning o'ylig'imizdan jiq narsalarni fuqadochi. Bularni kim o'zining dunyasi qilsa, men kichik vaqtim mana shunaqa. Men deydi, undaq deb ichimda o'ylaydim. Ma'qul deyman. Deydim. Shim bilmaydiganni ko'rib qoldi deb ashna o'ylaydim. Rosa ashna o'ylaydim. Yo'q, chunki hadin sen geymatchi aytayapsan. Ma'qul qilmas. Bo'ldi, malum cho'qqimda. Lekin ichimda o'ylaydim, hargiz qilmasmana. Shunaqa narsa, lekin shu vaqtda hech qanday ba'zimni undaq qilib, siz bunda emas. Og'in bo'lsak bo'ldi bulardanchi. Qanday shunaq. Menchi bunda bo'lgan qara. Qaramda bunda. Rasnas deyish kerak-ku. Malika shu qo'yda hozir bir gap chiqdi. Böyle Zhongnan degan bir ahmas bir gap bor. Shu qo'y Jinggu bu shu Zhongnan, shu shihua. Ballam shu. Ballam bunda qilib mana. Jinda. Ras gapni deyapmishlar ular. Ras xudun qilib do'st bo'lsak, bularni ko'ngil gapni-chu. Eng aciz yerini berdilar deydi. Diyana vaqqa, elab so'lamda deganda anonikin kichigim tatib, qanjing bilan yoki bir odam bilan veju bo'lmaydi. Keyin cho'ng bo'lsinmi? Biz meni ashta o'ylayman, ashta qilib buni ishimizda unda bo'lsa, keyin balkim sirtda chatalda ishkilman oylik o'quvimda bo'lishi mumkin. Bu ansirmisam bo'ldi keyin-chu. Shu Amlet kichigida onamda cho'ng qo'yismay ansirib qolganda ekan. Ma'lum qilmaydi bu. Ma'lum qilmaydi. Buni ishini pishirib qo'yadi. Shuning uchun tayyor so'g'ib qilib hamda bo'lgan vaqtida menchi bo'lgan vaqtida yaxshi deb o'ylayman. Asal energiya mavzu. Naq mavzu shunday qilmay bolalarim. Hozir sirtda aktiv energiya degan o'zingizga ishonam. Kunda degan bunda. O'zining yeshim ekanmi? Shundan Sho'rtolab. Andan bu qanday bo'ldi? Kayfiyat besilib ketdi. Besildi. U portlash kerak. Qachon portlaydi? Dada bilan tang cho'nglikda bo'lganda men bu gapini anglamayman-ku, ovozim o'zgardi-ku degan vaqtda kuchim yetdi degan vaqtda portlab salganchada dada qabul qilolmay, ana jig'zar qilgan gap. Maguyni men yemay, ichmay cho'nqsam, hozir bundan qilyapti deb. Naqbay siz deganda kichik vaqtida o'g'il bo'lgan yig'lama degan-chu xato tarbiya. Yig'laydigan yoki yig'laymiz, lekin yig'lab tugishib ketmaymiz. Davomli tirishchilik bilan yashaymiz. Mavaqt energiya. Biz baliq ma'ni o'tishimiz kerak. Nurg'unlagan dadalar xijilvoq balasiga doim o'zining muvaffaqiyat qozongan hikoyalarni bahralab berdi ekan. Hargiz yiqilgan hikoyalar. Masalan, mening dadamning etizlik chiqib o'g'irlik qildi ekan. Bormilani o'g'irlab, velosipedayman deb yiqilib beqibdi ekan. Mushundoq mag'lub bo'lgan hikoyalarni olgan ekan, dadam mening qalbimda, har bir bolaning qalbida dada bek buyuk obraz-chu. Mushundoq bir buyuk obrazli odamni mushundoq yiqilib beqibdi ekan. Unda bo'lsa, mendagi bu mag'lubiyat hech qanday ish emas, normallikka davasili bek go'zal ish bo'ldi. Lekin biz qanday qilamiz? O'zimizning u taraflarini yushirib, men degan bundan o'chdim. Men sendek vaqtimda degan bek go'zal hikoya bilan boshlandi. Shuning bilan asta-asta dadam mendan o'chgan, men o'ch emas ekanman, men bo'lmaydi ekanman deb yo'qning ro'yiga kichiklab Ang muhimi shu dadaningki, bak nochilig'i isbot bo'lgan haqiqiy bir ish izlari bo'lsa yaxshi-da. Endi nurg'un erlarda amaliyotda hech qanday ish yo'q. Ish iz yo'q. Hech qilgancha haqiqiy natija yo'q. Lekin o'zini bir qalqonning ichiga elib bo'lib olgan. U bola kichigida uni quruq qiliqi haykalga qarab rasbek kuchli deb o'ylagan bilan cho'ng bo'lgan sari o'ziga qartab o'zdek narsa bilmaydigan, hech nima qilmaydigan degan qoyil bo'lmaydigan yerlarga kelgan vaqtda
meningcha u chek boyasmay qalam degan aymaydi haqiqiy hurmat yo'qolib ketibdi ha ishonch ko'mirilib ketgandan keyin hurmatmi yo'qolib ketib ananikin qarshilashib balkim paydo bo'lib qolishmi sen bunda bo'lsang men sen belki xo'sh bo'laman deb bolaning hissiyotini bildirish kerak shu 80 numar olganda qandaqroq bo'lding bundaqroq bo'ldim kelar qatim o'chuqim 85 oldi 85 olganda qandaqroq bo'ldim bundaqroq bo'ldim hey o'tganki bilan silishtirib faqat qaysi hissiyotning yaxshiga ma yaxshiga sening texmi yaxshi bo'lg'ini bormi foydadimi o'zingning ishi deb shu o'zingning hissiyoti shu bolam bundaqchi men ashuni hayron qoldim masalan Yusufjon o'zi shu tab klubni qurg'ili xeyli uzun vaqt bo'ldi mana qizini kichigidan yetaklash qilib beryapti yaxshi o'rganmasang bo'lmaydi degan narsa borki lekin sinfga chiqalamsa chiqamamsa u o'zing ishi yana bir rohatlik borda ayada 2 yil men o'tib boqdim musiqa darsini men o shogirdlarim diqqat qo'ydi darsni bu men hozir men 1 soat dars o'tib boqmadim ammo shundaq bir mencha bo'lgan vaqtim qabaysizlar degandek bize o'xshamayga yerimiz endi mishtaq bir azroq bir qattiq narsalarni boshdan kechirib o'qish kerak zilolani baqsina zilolarni o'zi yaxshi ko'rib qiziqib o'rgandimi u ya kitobli dadimizning o'ynag'ini ko'rib men dadamdek o'ynab baqsam deb o'rganmiz yaxshi ko'rib o'zingiz yaxshi ko'rsiz a dadangizmi pek yaxshi ko'rganmish kitobni dadangiz kichik sizdek vaqtda usulni pek yaxshi o'ynaydi siz ko'rib baqqanmi shu tinglarim ko'rganmi ko'rgan ko'rib baqqanmi bizning o'sharimiz ha kim bo'lsam ikimiz kichik vaqtimiz bek o'xshaganmiz a deb qara ism bersam o'xshaymiz kichik vaqt rost o'xshayapsiz kichik vaqtimiz o'xshaydi lekin boya biz teshida zilolashkimiz deyishgan ochiq kelganda qanday oldi nimalarni yaxshi ko'rdi deganni deyishmoqchi bo'lganda hozir deyishmaqanmi qashning zilolar birda gap qilsin siz mening qulqimga deysiz a lekin biz dadangizdan so'raymiz a dadangiz yaxshi ko'rib bergan tomoq deymi u qandaligini deb dadingiz a siz eng yaxshi ko'rib bergan tomoq lag'man o'xshash dedik qanday lag'man hozir o'xshash dedik tak yaxshi bo'ldi ekan a unday qilsa eng yaxshi ko'radigan rang nima eng yaxshi ko'radigan rang siz men yaxshi ko'radigan rangmi hammadan bek yaxshi ko'radigan rangingiz xiyda bedva sayso dedi zilolarnikin so'rab baqayli sizdan zilolar eng yaxshi ko'radigan rang deb beqma shu senga ha siz deb beqma men yaxshi ko'rganman bu men eng yaxshi ko'rmaydigan bir rangni yaxshi ko'rdim buni bilmayman qaysi rang qizlarning hammasi shu qizlarning hammasi ben yaxshi ko'rdim to'g'rimi qo'l tashi qanaqa sizsa va yod birsa uqmaydi ekanman deb turib shunday yaxshi bildi ekan lekin funni aniq bilmayman uchun men bek lekin qizlarning hammasi bilsa bek yaxshi ko'radi alrang dunyosi vallahi nimish shundan bo'lmali kum deb qo'yamiz biz shu alrang pek naq qarsangiz ham pek illiq bir xil rohatlik tuyg'usi berdi u unisiga ma'o'ylaqi yangi ko'rdigan narsalarning ta'siriga uchraydi masalan nurg'onilgan disneyning qo'nchoqlarida nurg'onilgan umaq narsalarni alrang bilan andaq narsa ko'zga onga quloqqa tajovuz qilgan keyin ular alrang masalan babi malika ana qizim alrang bilan dizsini eng yaxshi ko'rdi lekin alrang pek rohat tuyg'u berdi shunday qilib masalan bu baqbalda diqqat qilmasangiz masalan biz yengiganda o'g'il bola bo'lsa ko'p yo'gat berdi qiz bola bo'lsa tug'ilishidan alrang berdi ochiqlanib bo'lgan rohatda yaxshi ko'rdi unday bo'lsa bir savol so'rab boqayin dadangizdan sizni eng xush ko'radigan ish qaysi men buni chiqdiramasam bo'ldi ekanmi nimishki bo'sh qo'l qilib savolni men bundan so'radim dadangizdan sizni eng xush ko'radigan vaqt qachon deb men buni eng xush zilola o'zi deb baqsin eng xush ko'radigan deb o'ylaydigan ya'ni最高兴的时候yoksa
Doim qo'sh qilaverdi ekansiz undasa. Shu men shuni demoqchidim shu. Daqiqa. O jiqqizini xush qilib. Meni qilsangiz ang xush bo'lib ketgan. Misli apasini qo'shib ketganmi? Ya. Doim qo'sh qilmaydigan ishimiz. Ilqi missiyadami chiqib turdi, masalan, erlarningki ilqi xo'shallik bergan bir narsani appasan deydi, biroq moddiy jihatdan o'ylab oldi. Nurg'un narsani amniyatda ma qizlar undan o'ylamaydi. Moddiy narsani o'ylamadi, hozir nima o'yladi? Ummoq bo'lib ketgan vaqtida qo'shildi. Kelsa, yiqilib kelsa. Ilqi. Bunun aslında bir nimsa qaranlıqlık bir xil. Mesela öyle bir şolumuz var veya o kullanı bilen düşüklük uvvalı onda koyabilir. Bu şu dense eşede. Tillik kitu doylup seccilik ben değil ki. Kızık şoluma da bitim ağır kitu da buraya alırım. Hakikat tillik. Şimdi bek umak ok ettim ne kitu da. Aşı vaxtında. Oynak kitu da. Bazı onlar nak çok geldi ki. Bazıları men buldum ağırdım var. Bunun katı yok. Parang turun kulağımda benim düşüp gelse. Sen de değil. Çünkü beş nak hoşum size. Hem buldum hoş kuvvette dese bayanda deseniz ben efendim hoş. Lekin çık vakti da to'liroq. Tafakkur yumshashni bo'ldi. Erlarning erlar mangulik masalalar qiluvchi. Bundan oldiga berib bugun ko'nglim pek yerim desak, biz faqat ko'nglim yerim bor, nima bo'lgandi degan gapni ichida qanaqa qilay? Nima qilsam bular debchu bundan ishlayandek. Shu har bir savolni bu mendan masalalar qilyotdi, men hal qilishim kerak deydi. Bu gendan xotirsiz ish emas, lekin qizlar ayollar qanday bo'ldi deganda Manga ko'ngil bo'l, meni ko'p, hissiyotimni tushar. Bo'ldi. Oy, ko'ngil yerim bor, sening ko'ngil yerim, anaqlab mening ko'nglim yerim bo'ldi degan gap. Ma'qul hissiyotchi. Uni bir jo'n tachig'im tegashkisiz. Xo'shalliqsa u. Ayshqa deydi. U maqbul ketgan vaqtida xo'sh bo'lmadi. Bugun pek yaxshi paranglashdik. Bugun men suhbatdan mening erishganlarim pek jiq bo'ldi. Masalan, men nimalarga erishdim degan chog'da bu suyumlik oilada pek güzel bir iş var ki, o nimo diyen çağda dada, sizlerle benim balam. Benim balam boğuşka o bana ta'lluq nasarab qarmaydı ki, belki o bir müstakil gavda. Onun her narsasiga men hurmat qilishim kerak. O, mesela, ilq gaplar shu, o'zingning ishi, sening ishing, mundaq bo'lsa texim yaxshi bo'ladi degan chog'da bizning aramizda inson bilan inson o'tirsidiki, bir barobarlik bor. To'g'ri, men sening dadang, lekin sen shu barobarlikdan bahirlansang bo'ldi degan narsa meni pek qoyil qildi-chu, pek yaxshi. Yana birisi nima degan chog'da bularning orasida shartlik muhabbat degan narsa yo'q-ku, shartsiz. Sening tishlik holdan qanday bo'lsa mayli, men sening texmi go'zal, texmi shodmon yashashingni o'ylayman, yaxshi ko'rman. Lekin sen qanday bo'lsang, men yana seni yaxshi ko'rman deydigan mashki narsa meni pek ta'sir qildirdi. Bo'lsam bu ikki nuqtani boshqa ota-onalarmi bugungi parangni anglab bo'lgankin uyda bir paranglashqash biz shunday qildikmi deb kichikgina bir oila yig'ini ichib baqsa, bugungi bu suhbatimizning amaliy qiymati texmi aslinatdi deb o'ylayman. Rahmat. Menga ta'sir qilgani Yusufjonninki ilqi. Qizi bilan do'stona holatdagi, eng yaqin holatdagi, bir sirdosh holatdagi mushu yaqinligi, mushu muhabbati menga ta'sir qildi. Albatta, nurg'unlagan boy degandek surlik qiyofat kirib olgan yoki bo'lmasa o'zini niqoblab olgan dadlarimizning haqiqiy bir mehr muhabbati bilan chin yurgi bilan bolalarga qarab beqishini, nazar sepib beqishini, ularning ko'nglidagi gaplarni anglab beqishini umid qilamiz ham tavsiya qilamiz. Bir bola, bir oilaning umidi bo'lsa, millionlagan bolalarimiz, millionlagan oilalarning umidi. Bugun shundoq yaxshi paranglashdik. Parang jarayonida zilolam deganda tapsulni men o'zim pek yaxshi ko'rib o'rgangan. Hargizmi dadam men tapsul o'ynaydigan bo'lgan, siz o'ynaysiz deb degan. Men pek yaxshi ko'rman dedi. Unda qolsa, do'stlarimiz bilan birlikda ko'rib baqaylik bo'lamdi.
Rahmat, sizlarning usuldan shunday yaxshi huzurlandik. Endi azroq ko'ngil so'g'imiz bor program guruhimizdan. U bo'lsinmi sizga bolalar eng yaxshi ko'rib yeydigan misran qizillari. Ondan keyin sizga chimuli bolalar yuyish, asra so'g'atlik yurishligi yinozil arqalar. Bo'lmasmi? Al-Qumarning chosh go'zallashtirish, chosh asrashdan slotlari. Rahmat. Buldu ahırda Yusufcan'a, Umar kızımız Zılalarga yana bir qitim rahmat aytamiz. Programımızdan kilersem da yana qandaq kişilerimiz bilen aildeki qandaq gaplarga biz daxil bo'lamiz. Siz bilmaydigan bolalar munosabatlik qaysi bilimlarni egallaymiz? Qilamiz dehqon sen davomli bizning kilerki san programımız bo'lsin. Qaytish. Analar izlagan sifat. Balalar tashna xushallik. Ishonch, muhabbat Çümül aileside. Ana muhabbeti en saftır. Çümüle balalar yuyish asray soğatlık yürüşlüğü. Çümüle. Hozirgi zamonda kim chechig'i yilim chopidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Yilim chopdimda teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yilmi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilmi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash go'hari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilmi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilmi, quyruqmay chash oziqlash go'hari. To'g'ri, bu sen. O'ltir. Ekrandagi o'zingni ko'rdingmi? Bu dal sen. Hayron qolma, bu kelgusidagi sen. Shundoq, sen kitobni mushundoq o'qiy olaysan. Sening bir kitobni o'qib tushunishingga yarim soat vaqt ketadi. Sen bu iqtidorni o'rgana olaysan. Mushundoq kelgusini yaratishni xohlamsan? Mushundoq muvaffaqiyat qozonishni xohlamsan? Bizga agishim. Idrok psixik taraqqiyot markazi.